besplatno rozыгрыш bo'ladi. Besplatno rozыгрышda iPhone 12 qo'yib beraman. Do'stlar, главный prizimiz Toyota Land Cruiser 200. Mana shu главный prizimizning главный Toyota Land Cruiser'da o'zini obzor qilishga majburman. Ikkinchi avtomobilimiz Kia avtomobili, Kia Ceed Universal. Uchinchi avtomobilimiz Volkswagen Polo 2013 1.6 mexanika. Do'stlar, 3 ta mashinadan tashqari 197 ta pul konvertimiz bor. $50 dan 50 ta konvert, $100 dan 50 ta konvert, 8 ta konvert 25 ming rubldan, 30 ta konvert 10 ming rubldan, 57 ta konvert 5 ming rubldan. Aynan bilet 5 ta olsangiz 6-bilet podarka. Bilet narxi qimmat emas. Mana shunday Toyota Land Cruiser 200 uchun 2,5 ming rubl bilet narxi akajon. 5 bilet oling, 6-bilet podarka. Hammaga assalomu alaykum. Do'stlar, sizlar bilan men har doimgidek Sayxon yigiti. Bugungi mana shu juda ajoyib kunda, yomg'irli kunda sizlar bilan ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. Do'stlar, videorolikni ko'rishdan oldin bittadan like bosasizlar va o'z fikrlaringizni kommentariyaga bildirib qoldirasizlar. Do'stlar, 3-rozыгрышimizning 3-video obzorini men sizlarga hozir batafsil ma'lumot berib o'taman. Nima prizlar bor? Chunki o'tgan videomizda juda kamchiliklar kam bo'lib qolgan. Hozir men sizlarga o'sha kamchiliklarni to'g'rilagan holda prizlarni bir marta yana bir chetdan boshidan oxirigacha qaytarib berib o'tib ketaman. Yigitlar, albatta kanalga obuna bo'lingizlar. Besplatno rozыгрыш bo'ladi. Besplatno rozыгрышda iPhone 12 qo'yib beraman. Albatta yigitlar, qo'llab-quvvatlaysizlar. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lingizlar do'stlar. Do'stlar, главный prizimiz Toyota Land Cruiser 200 2016 boshi chiqqan. Yana bir narsani aytib o'taman. Bugun bitta mana shuning o'zi bo'ladi obzor. Chunki qolgan ikkita mashinga nima desam bo'ladi? Водитель yo'q. Majburman mana shu главный prizimizning главный Toyota Land Cruiser'da o'zini obzor qilishga majburman. Xullas qalam do'stlar, главный prizimiz Toyota Land Cruiser 200 2016. İkinci avtomobilimiz Kia avtomobili, Kia Ceed Universal. Üçüncü avtomobilimiz Volkswagen Polo 2013 1.6 mexanika. Do'stlar, 3 ta mashinadan tashqari 197 ta pul konvertimiz bor. $50 dan 50 ta konvert, $100 dan 50 ta konvert, 8 ta konvert 25 ming rubldan, 30 ta konvert 10 ming rubldan, 57 ta konvert 5 ming rubldan. Aynan bilet
bilet 5 ta olsangiz 6-bilet podarka. Bilet narxi qimmat emas. Mana shunday Toyota Land Cruiser 200 uchun 2,5 ming rubl bilet narxi akajon. 5 bilet oling, 6-bilet podarka. Любой davlatdan turib o'yinda ishtirok etsangiz bo'ladi va absolyutni farqi yo'q. Rossiyadan turib любой shahardan ishtirok etishingiz mumkin. Agar uzoqroqda bo'lsangiz do'stlar, eng qizig'i, eng glavnisi bu yerda mana shu 3 ta avtomobilga ham puli beriladi. Glavni mana shu Toyota Land Cruiser 200 ga 38 ming dollar pulini beramiz. Jigar, 38 ming dollar puli beriladi. Kia'ga 400 ming rubl, Volkswagen Polo'ga 350 ming rubl beriladi do'stlar. Jigarlarim, bu lechni o'zimdan chiqayotgan taklif. Xohlasalaringiz mana shu men qilayotgan taklifga rozi bo'lingizlar. Может, kimgadir ustravit qiladi, pulni olib ketasizlar-da, to'g'rimi? Xohlasalaringiz mashinani olib ketingizlar-da, olib borib sotasizlarmi, xohlagan narxlaringga minasizlarmi? O'zlaringizda ishlaringiz, avvalambor kim yutib olsa ham o'sha akamizmi, ukamizmi, opamizmi o'zlarida xohish bo'ladi. Так что o'yin kunini kutamiz do'stlar. 1650 dona biletimiz qoldi. Harakat qilamiz 9-may final. Общий biletimiz 3000 ta qo'yilgan do'stlar. Общий prizimiz 200 ta. Adashmaymiz akajonlarim. Farqi yo'q, любой davlatdan turib o'ynashingiz mumkin, потому что 3 ta avtomobil o'rniga ham puli beriladi. Agar uzoqroqda bo'lsangiz, albatta bank orqali pulingizni jo'natib beramiz. Jigar, jilmagan holda albatta like bosasiz, qo'llab-quvvatlaysiz, kanalga obuna bo'lasizlar. Besplatni o'yinimizga aytib o'tyapman, iPhone 12 bo'ladi. Men o'ylaymanki, mana shu videomizda daskanal hamma ma'lumotni berib o'tdim. Jigarlar, o'yinda ishtirok etish majburiy emas. Так что do'stlar, o'ylangizlar, желаниyangiz jurak urib turgan bo'lsa, albatta bilet oling, omad sinab ko'ring. Mana shu ekrandagi ko'rib turgan raqamingizda Sberbank WhatsApp bor. Albatta mana shu raqamga pulni o'tkazasiz. Chekini menga WhatsApp orqali tashlaysiz. Sizga 3 soat ichida albatta bilet boradi. Men sizlarni o'z o'yinimda kutaman jigarlar. Hammalaringizga omad, o'yinda kutaman do'stlar. Men sizlarga hozir video davomida mana shu Cruzakning bitta obzorini qilib beraman. Sizlar esa like bosib, qo'llab-quvvatlaysizlar. Kanalga obuna bo'lingizlar. Besplatni o'yinda iPhone 12 bo'ladi. Qo'ldan boy bermasizlar. Hammalaringizga omad, sog' salomat bo'lasizlar. Keyingi videorolikda ko'rishguncha xayr. Sog' salomat bo'linglar.